Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Kaf ha ya ayn sad. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbika abdehu Zakariya. Bu Parvardigarının bəndisi Zakariyaga qılğan mərhəmətinin bayanıdır. İz nada rabbahu nidaan xafiyya. Öz vaqtida Parvardigarına pəs avazda münacat qıldı. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. O etdi: Parvardigarım, mən həqiqətən kuch-quvvatimdan ketdim. Çekim aqardı. Parvardigarım, sana dua qılıb ümidsiz bo'lib qolğanim yo'q. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Mən tağlarımның balalarının ornumunu basalmaslıqlardan, yani dinni qo'ldan berib qo'yishlardan haqiqatan ansirayman. Mening ayolım tug'masdir. Farzanddan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. O menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, uni sening roziliqingga erishadigan qilgin. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. Allah aytdi ki: Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zakariya aytdi: Ayolim tug'mas tursa, men qeri mökchiyib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Nida qilgan farishta aytdi: Ish ana shundaqdir. Parvardigoring aytdi: Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim. Albuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek Yahyoni ikkinglardan to'raldirishga qodirman. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Zakariya aytdi: Parvardigorim, ayolimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersang. Allah aytdi: Sening alomating shuki, saq turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qila olmaysan. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Zakariya namazgahidin qavmining oldiga chiqib, ularni attigan oqshomda tasbih etishga ishorat qildi. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga: Ey Yahya, kitobni, ya'ni Tavratni tirishib o'qigin dedik. Uningga balliq chig'idla aql farosat ato qildik. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shunda qildik. Yahya taqvodor edi. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Parvardigoriga osiylik qilguvchi bo'lmadi. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
O tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabrdan turg'izilgan kunida Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishidi. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamanda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. O perde tartıp kişilerden yoşurundu. Onunla bizden ruhimizni, yani Cibril aleyhisselamını evettik. O Meryem'e bicirim adam sürtüde göründü. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Meryem etti. Ben hakikaten merhametlik Allah'a sığınıp senin çıkılışından panah dileymen. Eğer sen takvadar bolsan bana çıkılmagın. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Cibril etti. Ben sana bir pak oğul veriş için evetilgen perverdigarının elçisimen. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Meryem etti. Bana kişi yakınlaşmagan tursa, ben pahişe kılmagan tursam, qandaqmı mening oğul balam bolsun? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Cibril etti. Ameliyat sen degendektir. Lekin Perverdigarın etti. O bana asandır. Onu kişilerge kudretimizni görüstüdüğün delil ve biz taraftan bolgan merhamet kıldık. Bu takdir kılınıp bolgan iştir. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Meryem hamildar boldu. Ailesinden yirak bir joyga ketdi. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Tolgaqning qattiqligi uni yo'llamelish uchun bir xorma daraxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Cibril onunğa xorma daraxining ostidan nido qildi. "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi." وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Xorma daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yangi xormalar to'kiladi. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Bu şiirin xormada yegin. Bu tatlı sudan içkin ve xursam bolgan. Birer adamni ko'rsang o bola to'g'riliq so'rsa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Meryem bovaqni, yani İsa aleyhisselamni götürüp kavminin aldığı geldi. Ular etti: "Ey Meryem, sen hakikaten galit iş kıldın." يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ey Harun'un hemşirisi, senin atan yaman adam emas idi. Ananmı yoldan çıkan xotun emas idi.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maryam buvaqni ko'rsatdi. Ular, "Böşükteki buvaq qandoq so'zlaymiz?" dedi. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Buvaq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandisiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا." Qayerda bo'lay meni barkatli qildi. Hayotli bo'ladiganman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Meni onamga ko'yimchan qildi. Meni mutakabbir, shaqi qilmadi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikka erishiman. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Ani shu İsa ibn Maryamning qissasidir. İsa ular da'talash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah'ның şaniga balış buluş layık emas. Allah balıdın, şerikten paktur. Allah birer iş qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarningmi parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. İsa'nın iş doğrusida ular, yani ehli kitap arasındaki firqalar ixtilof qilishdi. Büyük gün, yani qiyomat kuni kelgan chaqda kafirlarga voy. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ularni, yani haloyiqni hasrat kuni, yani qiyomat kunidan ogohlantirgin. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Holbuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Ziminga ve zimin üstüdeki barchiga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytarildi. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ey Muhammed, kitapta yani Kur'an'da İbrahim kıssasını bayan kılgın. O hakikaten tolumı rastçıl peygamber idi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Öz vaqtida İbrahim atısıga aytdi: "Ey ata, nimishqa anlamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan?" يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ey ata, bana sen bilmeydiğin ilimler nazil boldu. Bana ergeçkin, seni doğru yolga başlayman. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
Ey ata, shaytonga cho'qinmag'in. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Ey ata, sening marhamatlik Allohning azobiga kelishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib kelishingdan qo'rqaman. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. U, yani Azar etti. Ey İbrahim, sen mening ilohlarımdan yüz örmekçimisan? Agar sen mundaq qilishdan yanmasang, cho'qim seni toshkesa qilib o'ltirman. Uzoq zaman mendan yiroq turg'in. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. İbrahim etti. Sana amallık bolsun. Parvardigarımdan sana mağfiret tileymen. Allah bana hakikaten mihribandır. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Sizlerden ve sizler Allah'ını koyup çoqunuvatkan nerslerden yirak bolumen. Parvardigarımga ibadet kılımen. Parvardigarımның ibadetinden mehrum bulup kalmasını ümit kılımen. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. O ulardan ve ularning Allah'ını koyup çoqunuvatkan nerslerden yiraklaştı. Onunla biz İshak bilen Yaqubni ata qildik. O ikkisining har birisini payg'ambar qildik. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Ularga bizning rahmetimizni ata qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Kitapta, yani Kur'an'da Musa kıssasını bayan kılgın. Şübhisiz ki o Allah ibadetiga xos qilgan. Hem Resul, yani elçi, hem peygamber idi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Onunla biz Tur tağının oң tarafından nida qildik. Onu biz munajat üçün dergahimizga yaqinlashtirdik. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Onunla biz merhamet qilib qeyrindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ey Muhammed, kitapta, yani Kur'an'da İsmail'nin kıssasını bayan qilgin. O hakikaten va'disida rastçıl, hem Resul, hem peygamber idi. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. O ailesidagilarni namoz o'qishga, zakat berishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Kitapta, yani Kur'an'da İdris kıssasını bayan qilgin. O hakikaten rastçıl peygamber idi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Onu biz yuqori o'ringa ko'tardik. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah'ның nimetiga erişken ana şu peygamberler
Odam alayhissalomning nasldindir. Biz Nuh bilan birga kiyimik solganlarning nasldindir. İbrahimning nasldindir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning nasldindir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'ilgan holda zaminga yiqiladi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rin bosarlar namozni tark etdi. Nafsi xohishlarga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularla jannatga kirdi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Bu daimi turalg'u bo'lgan, marhamatlik Alloh bandalarga va'da qilgan. Ular ko'rmay turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ishga oshadi. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atdigan oqshomda ko'ngli tortgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turdi. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib berdigan jannat ana shu. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi-keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. Robbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. Uningga ibodat qilgin. Allohning ibodatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan? Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. İnson, ya'ni o'lgandan keyin tirilishiga e'tiqod qilmaydigan kofir. Men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. İnsan biz onu ilgari yo'qdan bar qilganligimizni eslamamdi. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta ularni ozdurgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risi tizlandirib o'ltirg'izgan holatda albatta hozir qilamiz. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osi bo'lganlarni tortib chiqaramiz. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ondan biz dozaq azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Sizlarning ishinglardan dozaqqa bormaydigan biror kishimi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz.
Zalimlarni jahannamda tizinib o'ltirgan holda qo'yamiz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kofirlar mo'minlarga ikki guruhdan qaysining o'rni yaxshi, so'rni go'zal dedi. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Ey Muhammed, aytqinki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Allah onunğa möhlet berdi. Taki ular azap yoki qiyomatdan iborat Allah ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Allah hidayet tapquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Boqiy qoladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berdi degan odamni ko'rdingmi? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. U g'aybni bilganmi yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Hargiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga berdigan azobni kuchaytimiz. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Uning deganlarini, ya'ni milini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ular, yani müşrikler izzatga erishish uchun, yani butlarning shafoati bilan Allohning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, yani butlarga cho'qindi. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim zidda. İş ularning gumon qilgandek emas. Yani butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, yani mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, yani mushriklarning dushmaniga aylandi. Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, yani musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum 'adda. Ularning halok bo'lishiga aldirab ketmagin. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Yawma nahshurul muttaqina ilar-rahmani wafda. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. La yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'la olmaydi. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
ular Allohning bolasi bor deyishdi. لقد جئتم شيئا إدا Sizlar shak shubsizki qabih bir so'zni qildinglar. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tosh qoldi. أن دعوا للرحمن ولدا Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. لقد أحصاهم وعدهم عدا Shak shubsizki Allah ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Allah haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahadini ko'ra olamsan yoki ulardan biror past ovozda anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq taltuk saloh qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi.